Uzul PHP dersiga 30-cı qism MyCircle sonliq uchurini tanlab ko'rsatish. Bu darsligimizda asosliq select buyruq jumlasini so'zlaymiz. Select buyruq jumlasi orqali sondanlik uchurlarni tanlab ko'rsatgili bo'ldi. Masalan, buniki grammatiksi nima deganda, bu sondandagi ma'lum a'zo elementniki nomi, bu sondan jadvalniki nomi, mega select, mega from deb keldi. Mesela əmli misal qaraydigan bolsaq, sandan ulangandan keyin MyDB degan sandanga bu yerda masalan bu yerda bu yulduz belgisi barliq uchurlar deganni ko'rsatadi. Persons degan sandan jadvalining ichidagi mazmundan barliq uchurlarni biz ko'rsatsin desak, bu yerdagi barliq uchurlarni bizga ko'rsatadi. Oxirgi natijasi bu yerda bu a'zolarning nomini bu ism bo'yicha biz ko'rsatadi. Anaki misal qaraydigan bo'lsaqmi, bunodimi bizga sondandagi shu munosabatli uchurlarni yutkab ishlatib, bu yerda ko'rsatish mashg'uloti olib bordik. Masalan, bu yerdagi select buyruq jumlasini personsning ichidagi barliq uchurlarni ko'rsatsin deb ma'lumotlar ko'rsatib, buni table jadval orqali jadvalda ko'rsatsak, buningki unumi ma'lumotlar ko'rindi.